chaqiryapti. Muammolaringiz bo'lsa, tuman miqyosida bo'lsa, tuman miqyosida. Agar viloyat miqyosida bo'lsa, viloyat miqyosida hal bo'linadi. Bizda Qo'qonchirchiq tumanida mahallalar bo'lingan. Shunda produktlarimiz bor. Produktlarimiz biz birinchi sektorga qaraymiz. 12 ta mahallaga mahalla loyihamiz bor. 50 million so'mgacha. Ayollarga 23%, erkaklarga 25%, 50 million so'mgacha beriladi. 2 yil imtiyozli davr bilan 5 yilga beriladi. Biznesga ko'mak loyihamiz bor. 17 million so'mgacha. Ayollarga 23, erkaklarga 25% beriladi. 6 oy imtiyozli davr bilan 4 yilga beriladi. Faqat o'zimiz birinchi sekordagi fuqarolar jismoniy shaxslarga beriladi. Yuridik shaxslarimiz uchun Prezidentimiz qarori 312 qaror yasasa 100 million so'mdan 300 million so'mgacha kreditlarimiz mavjud. 100 milliondan garovsiz, 100 milliondan oshda garov bilan 300 million so'mgacha beriladi. Garovning masalan faqat sizning yoningizda ikkita noturar bo'lishi kerak. Bittasini sifatga kerak.